Assalomu alaykum. Estem servis elektroskuter ta'mirlash markazi. Bitta skuterimiz kelgan, bu miga qo'yib beryapmiz yangi. Menga 2040 amperlik. O'zini kuyib qolish sababi suv bilan karchir qilish natijasida ichiga suv kirib ketgan. Shuning uchun kuyib yonib ketgan. Buni o'zini remont qilsa bo'ladi, motorni ham remont qilsa bo'ladi. Qilib bo'lmaydi deydiganlar uchun qilib bo'ladi. Любой protsessorigacha almashtirib bera olamiz, faqat yonib ketmagan bo'lishi kerak. Yonmagan, suv kirmagan bo'lishi kerak. Shunday vaziyatlar bo'ladi, protsessori ham ketib qoladi buni. Parkovkadan chiqmay qoladi, skorost almashtirmay qo'yadi. Yana shunga o'xshaydigan narsalar bo'lib qoladi. Tezligi oshmay qoladi, boshqa bo'ladi, hammasini qilsa bo'ladi. Bo'lmaydi deydiganlar uchun bu video. Bo'lmaydi deydiganlar uchun shu videoni jo'natib qo'ying, biz qilamiz hammasini. Polni remontini qilamiz. Estem elektroskuter ta'mirlash markazida. Manzilimiz Pazarg'om, Samarqand Juma shaharchasida, Samarqand viloyat Pazarg'om tuman Juma shaharchasida. Bemalol kelishingiz mumkin. Hamma zapchaslari, hamma asosiyliklari bor, xudo xolasa. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Video yoqayotgan bo'lsa, like, kommentariy bosing.